Assalomu alaykum aziz do'stlar, kuninglar xayrli va barakatli o'tsin. Azizlar, endilikda Jetour Buxoro avtosalonida Dashing avtomashinasi ham yetib keldi. Anchadan beri kutgan edingizlar. Shu avtomashinani endi 26-yil restylingi ko'rib turganingizda yetib keldi. Nima uchun restyling deyapman? Nimagaki ushbu avtomashinani monitorlari, funksiyalari boshqa xil o'zgargan. Buni menyusi, avvalgi menyu eskiroq edi, yodlaringizga bo'lsa. Bu menyu уже yangilanib chiqqan, обновленный chiqyapti. Xo'p. Ushbu avtomashinamiz hozirda рассрочкада turibdi. Bemalol 2 dona o'zi oq qorasidan bemalol tashrif buyurib, srochnaga kelib, rasmiylashtirib ketishingiz mumkin bo'ladi. Azizlar, signalni ko'ryapsizmi? Menyular boshqa xil, funksiyalar ham o'zgargan mana. Ko'ryapsiz? Polni Android Auto, Apple CarPlay, заводской qo'shilgan. Mashina juda ham aqlli. Oldingi Dashingda bagajnikni ovoz orqali ochib bo'lmasadi. Bu mashinada bo'ladi. Привет, Jetour. Открой багажник. Ko'rishingiz mumkin. Mana shunday bosganimda bagaj ochib kelyapti. Oldingi Dashingda bunaqa funksiyalar yo'q edi azizlar. Ushbu avtomashinani siz endilikda Jetour Buxoro avtosalonidan bir kunda yo'q rasmiylashtirib olib ketishingiz mumkin. Hammalaringizni kutib qolaman. Pastda raqamlarni qo'ldiraman. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Kuninglar xayrli va barakatli bo'lsin.